Ilgari kungi premyerga ulgurmaganlarga sizlarga tayyor premyer yana bitta topib qo'ydim. 2020-yil kraskasi absolutno toza, 4 yumshoq baloni, tonirovka, Mers Hadovoy, Lyuk, 9 zonli klimat kontrol. Mashinamiz 100 ming yurgan, tiniq holatda, injektor propani bor. Injektor propani bor, holati yaxshi. To'rala baloni yangi Mers Hadovoy qilingan. Eng qizig'i, mashinamizda tayyor propani bor, ko'ryapsizmi? Tabletkasi turibdi. Mashinani olish kerak, minish kerak xolos. Shumka mumkin bo'lmagan, g'ubori yo'q. Kraskasi toza aytganda, kapotini ochaman. Shular bo'yda ozgina treshinasi bor ekan, atak yaxshi. Minsa bo'laveradi. Endi men sizga bitta narsa aytaman-da. 2020 100 ming yurgan narsa, kraskasi toza. Narxi aka aytayapti, mana shu holatiga uka 22 ming dollarga berib yuboraman deyapti. Dehqon o'zidan injektor propan, akkumulyator, xullas motor, Hadovoy, korobka ishi yo'q. Oladi, minadi, minib ko'rib, keyin pulni sanab beraveradi deyapti. Narxi 22 ming dollar. Ekranda raqami turibdi, Farg'ona shahrida turibdi mashinamiz. Dokumentlarda muammo yo'q.